2026 yilgi Chevrolet Tahoe zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yuqori qulaylikni o'zida mujassam etgan to'liq o'lchamli SUV sifatida avtomobil ishqibozlari e'tiborini tortmoqda. Ushbu model tashqi ko'rinishda yanada agressiv va premium uslubga ega bo'lib, katta radiator panjarasi, yangilangan LED faralar va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Keng kuzov va baland yo'l oraligi Tahoe'ni nafaqat shahar ko'chalarida, balki uzoq safarlar va qiyin yo'llarda ham ishonchli hamrohga aylantiradi. Chevrolet dizaynerlari bu modelda hashamat va amaliylik o'rtasidagi muvozanatni juda yaxshi saqlab qolgan. Salon ichki qismi esa haqiqiy qulaylik va texnologiyalar markazi hisoblanadi. Keng o'rindiqlar, sifatli charm materiallar va yumshoq plastiklar yo'lovchilarga yuqori darajadagi komfortni ta'minlaydi. Old panelda katta sensorli multimedia displey joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. 3 qatorli o'rindiqlar oilaviy sayohatlar uchun juda qulay bo'lib, bagaj hajmi ham kundalik ehtiyojlar va uzoq safarlar uchun yetarli darajada keng. Texnik xususiyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Tahoe kuchli dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Benzinli va ehtimol gibrid dvigatel variantlari yuqori quvvat va samaradorlikni birlashtiradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan haydovchiga qulay boshqaruvni taqdim etadi. To'liq yoki orqa gildirakdan tortish tizimi esa turli yo'l sharoitlarida barqarorlikni oshiradi. Yaxshilangan osma tizimi tufayli avtomobil notekis yo'llarda ham yumshoq harakatni saqlab qoladi. Xavfsizlik masalasida ham Tahoe zamonaviy talablarni to'liq qondiradi. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'lni ushlab turish yordamchisi, kor nuqtani nazorat qilish va adaptiv kruz nazorati kabi tizimlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yuqori darajaga olib chiqadi. Shuningdek, kam